Agar shu inson bo'lmaganda, bugun biz taroveh namozining asl tarixini va hukmini aniq bilmasmidik. Vatandoshimiz Imom al-Buxoriy tunlarni bedor o'tkazib, minglab chaqirim yo'l bosib, bizga bir buyuk haqiqatni yozib qoldirdilar. Sahih al-Buxoriyda kelishicha, Ramazon kechalarining birida sahobalar payg'ambarimizni masjidda kutishdi. Lekin u zot chiqmadilar. Hamma xavotirda edi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi va sallam dedilar: Men sizlarning kutganingizni bildim. Lekin bu namoz sizlarga farz bo'lib qolishidan va keyin uni ko'tara olmay qolishingizdan qo'rqdim. Manba: Sahihi al-Buxoriy. Imom Buxoriy bu hadisni yozayotib, balki ko'zlariga yosh olgandirlar. Chunki unda payg'ambarimizning bizga bo'lgan cheksiz rahmlari yashiringan edi. Imom Buxoriy yetkazgan omonatni bugun yurtimizdagi barcha masjidlarda jamoat bilan safda turganingizda bu tarixni eslang. Lekin bilasizmi, taroveh nega aynan 20 rakat o'qiladi va Hazrati Umar buni qanday joriy qilgan? Javobi keyingi videoda chiqadi. Sahifamizga obuna bo'ling va kuting.